Abdurahim tog'a Taraqqiyot TV kanaliga bergan intervyusini YouTube kanalimizga joylab, sizlar bilan bo'lishishni maqsad qildik. Barchangizga video manfaatli bo'lsin. Assalomu alaykum. E'tiboringizda biznes sirlari ko'rsatuvi. Ko'rsatuvimizni bugungi sonida uy sharoitida qo'y boqish sir-sinoatlari haqida ma'lumot beramiz. Mazkur ko'rsatuvimizni tayyorlash maqsadida Namangan viloyatining Namangan tumaniga yetib bordik. Mazkur tumanning Tepaqo'rg'on qishlog'ida Abdurahim aka hamdam istiqomat qiladi. Suhbatdoshimiz o'smirlik davridan chorvachilikka qiziqqan va sohani mahkam ushlagan. Bugungi kunga kelib o'z xonadonida 100 dan ortiq qo'y boqib ko'paytirib kelmoqda. Esimiz taniganimizdan burun qilamiz. Biz hozir yoshimiz 50 to'rida. Biz asosiy bunga kirib ketganimiz shu 40 yildan burun boqsak, asosiy o'zim buni mas'uliyatini yelkamga olganim shu 30 yil. Lekin o'sha 40 yillik o'sha haligi bor. 40 imog'ida ham boqib yurganmiz. Biz bunga qiziqish ota-onamizdan o'tgan. Ota-onamiz shu imkoniyat bo'lsa shu qo'y mol olib boqishgan. O'shalardan o'rganganman. Kenja farzandman. O'shalardan yaxshi o'rganib borganman. Hamma boqish qanaqa qilib boqiladi, qo'ylar qanaqa, qaysi faslda qanaqa qo'y yaxshi foyda qiladi, shuni hammasini o'rganib kelganmiz. Boshqa sohalarda ham ishlab ko'rganmiz, ishlaganmiz. Lekin boshqa sohada yurganimizda ham bizda beyda mana tomon hozir eski qo'yxonamiz, beyda o'shanda ham 20 ta 30 ta boquvda qo'yimiz turar edi. Balogan, ona bola qo'ylarimiz, qo'chqor yemlagan, hamma yo'nalishda o'tganmiz. Qo'y mol boqish hammasini hisob-kitob bilan boqib, oxiri endi hozir boqib turgan yo'nalishimizga to'xtaganmiz. Eng yaxshi daromad shunda. Bizi hisobimizda, bizi boqishimizda kamrasot foydasi yaxshi. Mavsumi qaysidir davrda, yilda, qaysidir faslida qanaqa qo'y olinadi, qaysi faslda biz ko'p boqmaymiz. To'ray uzog'i 3 oy, 4 oyda almashtirib beramiz. O'sha qaysi faslda qaysi foyda yaxshi foyda qilishini hamma hisob-kitob qilib kelganmiz. Hozirga kelib o'sha yo'nalishda fasl almashib qo'ylarni boqib undan daromad chiqaramiz. Har qanday ishni boshlashdan oldin u haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lish foydadan xoli emas. Chorvachilikni boshlayap turganlarning ichida xato qilyap turganlari ko'p. Chorvachilikni shashmay boshlaydi. Eng birinchisi ozodalikka e'tibor berish kerak. Ozodalikka e'tibor bermasa, eda baraka bo'lmaydi. Ozoda joyda baraka bo'ladi. Ozoda hamma yotishib, tozalab, qo'ylarni ham hammasini vaqtida jununi olinadi, darmonni qilinadi. Shunga e'tibor berish kerak. Keyin hozir $1000 oddiy qo'y shu birinchi, ikkinchi tug'ma qo'ysa, mana bolalar qo'yishyapti. Biz unaqa qo'y olgan yo'qmiz hali ham. Shunaqa qo'ylarni $1000, 10 million 8-9 millionga olyapti. Mana shu bizning qo'ylarimiz bilan teng gavdavoshi. Lekin 10 million, 8 million, 9 million yosh sifatlik. Yo unaqa qo'ydan boshlashni tavsiya qilmayman. Unaqa qo'ydan boshlanmaydi. Uni sal oddiyroq qo'ydan boshlaydi. 5 tami, 10 tami olib chiroyli qilib oldin boqiladi bir 3 oy. Uni daromadga kiriladi. Men yaqinda bitta narsaga guvoh bo'ldim. 10 millionga bo'g'oz qo'y olgan. Qo'ydi 1 oyda semirtirib qo'yib bo'lmaydi, 2 oyda semirtirib qo'yib bo'lmaydi. Iloji yo'q uni. Borib Makkani bug'doyda qilib o'g'dargan, haligi 10 millionga olgan yaxshi sovliq bo'kkan. Endi uni so'ysa, 4 millionmi, 5 million pul oladi-da. So'ygan, endi bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. O'zimcha hisob-kitob qildim. Endi 5 million bo'lgan bo'lsa ham 5 million ziyon bor. Bolasi ham ketgan o'sha bilan billa. Hali tug'adigan payt kelmagan bo'lgan. O'shaning uchun qo'yga ozina bitta qo'yga bir pela yem bo'ladi. Ertasiga yeb qo'ydimi, ozina qo'shiladi. Kichina kasada bir kasa beriladi. Bir haftadan keyin, yana bir haftadan keyin kattaroq kasada bir kasa hisoblanadi har bitta qo'yga. Shunaqa qilib sekin etap qo'shib boriladi. Buni yeb qo'yyapti deb shuni solsangiz qo'y har qanday qo'y bo'kadi. Bo'kmay qolmaydi. Katta yem yeb yurgan qo'y ham siz ortiq keragidan ortiq tashladingizmi, обязательно bo'kadi u. Lekin silishkim ko'p qattiq bo'kadigan bo'lsa, uni tuzatilmay qolishingiz mumkin. So'yib olishga majbur bo'lasiz. Unda ziyonga kiradi. O'shaning uchun meni maslahatim sal yengilroq, o'sha 5 million, 4 million, 6 million shunaqa yengilroq qo'y, o'rtacha qo'y olib bir boqib ko'rish kerak. Unda haligi foydasi o'zini qoniqtirsa,
uni so'rab kimlarni misolda ustoz shogird deydi-ku, bizni shogirdimiz ko'p. Misolda biz bilganimizcha qo'limizdan kelganicha vaqtimizni boricha javob beramiz telefonga. Dala joyda bo'lsa, ona bola olib qo'yib boqing, agar dalada boqadigan sharoit bo'lsa, ona bola olib boqish kerak. Bolasi yursa, yengil yem berib turiladi dala sharoitida. Haligi 1 gektar, 2 gektar, 5 gektar bog'lar hozir serob odamlarda. Masalan, shaxsan men o'zimda ham 1 gektar bog'im bor. Shunaqa yillarda boqilsa, u haqiqiy foyda ana shu bo'ladi. Abdurahim aka bugungi kunga qadar chorvachilikning barcha sohalarida o'zini sinab ko'rgan. Oxirgi to'xtami esa bo'g'oz qo'ylarni olib, ularni qo'zichoqlarini ko'paytirib sotish va yemlash bo'ldi. Hozir 40 yillik tajriba bo'lsa, buni ichida men sigir boqqanman, hisob kitob bilan, novvos boqqanman, xunajim boqqanman, qo'chqar, puchma, ona bola hammasini olib, hammasini hisob kitob bilan boqqanman. Eng zo'r daromad uni ichida. Eng zo'r daromad sigir bo'ladi. Lekin chidag'angas, ishi o'ta ko'p. Uni biladigan, tanishi bor odam bo'lsa, qayergadir olib borib topshirib, qatiq qaymog'ini qayergadir topshirib, uni ishi juda ko'p. Lekin chorvada nomer 1 sigir turadi. Men ipidan ignasigacha buni o'rganganman. O sigirimizga 6 ta katta sigirim bo'lardi, apparatda sog'ar edik. Tanishim bor edi, Alloh rahmat qilsa o'tib ketdi. Yaxshi inson edi. Bizga juda ko'p foydasi teganda esimizga tushib ketdi. Nihoyatda daromadi zo'r narsa, lekin ishi juda ko'p. Men o'zim qiynalib ketganman. Keyin uni to'xtatib, yana shu hammasini hisob kitoblarimiz bor. O'sha aylanib kelib, undan keyin sigirdan keyin mana bu bo'g'oz qo'ylar, bo'g'oz boladan ajragan ona bola qo'ylar turadi. Kimlargadir bu qo'y yoqmaydi, uni tan olmaydi, lekin daromad yo'q, unaqa yo'q. Siz bitta qo'chqarni semirtirib sotganingizcha, bunaqadan 3 partiya semirtirib sotadi ustasi 1 yilda. 3 partiya semirtirib sotadi. Kimlargadir bunaqa qo'ylar bari edi deydi, u deydi, bu deydi, baxmaydi. Lekin mana shunga 10 ta tashab turib, haqiqiy sinchkovlik bilan uni tekshirib buni baqadigan bo'lsangiz, eng yaxshi daromad bo'g'oz qo'yni bolasini ajratib sotish, bolasidan ajratib yemlash shu turadi. Qo'y boqib foyda olishda qaysi faslda qanday qo'ylarni sotib olish muhim hisoblanadi. Shu noyabr, dekabr oylarida kechkiroq bo'g'oz olib, hali 50 ga 50 gumon bo'ladi-yu. Lekin 70-80% bo'g'oz chiqadi qo'y. 2 oylik, o'sha 3 oylik bo'lib qolgan bo'ladi, lekin yelin solib 100% bilinmaganiga uni narxi pastroq bo'ladi. Yaqin to'y deb turgan bo'g'ozni narxi qimmatroq bo'ladi. Eng kamida 7-800 ming. Ikkita qo'y bir xil bo'ladi. Bittasi bo'g'ozligi gumon, misoldan 5 million bo'lsa, bittasini bo'g'ozligi 100% to'y deb turibdi. 6 million, 5 million 800 shunaqa bo'ladi. Biz ushidan foyda chiqaramiz. Ya'ni 50 ga 50 bo'g'ozni olib, qo'chqar qo'shib qo'yamiz. Nabodanda misolda mana shu 10 ta qo'yga qo'chqar qo'shib qo'yamiz bitta. Nabodanda qochmagani bo'lsa qochadi. Qochqani bo'lsa bizni foydamiz. Lekin uni uzog'i 3 oy baqiladi. Tuqqanini tug'dirib sotamiz, tug'maganini bo'g'ozligicha ham sotaveramiz. Bega xaridorlar kelib turadi. O'zi bizda kunda xaridor bo'ladi hozirga kelib. Bir 2 yildan beri YouTube kanallariga chiqib ko'rinish berishni boshlaganimizdan beri shogirdlar ayniqsa vodiyda, Toshkent, O'zbekiston bo'ylab hamma serob. Lekin bega kelganlari vodiydan, Andijon, Farg'ona, Qo'qon, nihoyatda serob shogirdlarimiz hammasi kelib turishadi, qo'ya olishadi. Olib yurganlarga jo'natib beramiz, mana shunaqa deydi, ko'rsatamiz video qilib. Jo'natamiz. Shu sheyni o'zi daromad aniqda, misoldan 6 millionlikda olmaymiz, 5 millionlikda olamiz. 3 oyda biz hozirgi kunda 80 ming, 90 ming edi har bitta qo'yimiz. Haligi rasot ozxonasi deyamiz. Keyin bo'g'ozlar, mana shu bo'g'ozlarimizni eti yaxshi hozir. Ortiqcha vazn kerak emas bularga, bo'g'oz qo'yga. Ortiqcha vazn. Tuqqandan keyin endi kuchaytiriladi sirazi. Ungacha ortiqcha vazn kerak emas, lekin bizni boqishimizga shu qo'ylar semirdi mana shular hammasi. Bo'g'ozligi aniq bo'lgandan keyin o'z-o'zidan bizga eng kamida 5-600 mingdan 1 milliongacha daromad chiqadi o'sha 3 oyda har bitta qo'yimizdan. Beyda o'sha noyabr oyida olishni boshlaganimiz, tashlashni boshlaganimiz, keldi-ketdi qo'ylar bor. 150 ta oshiq qo'y keldi. O'sha noyabrdan oxirlarida boshladik. Hozirgacha 150 ta qo'y kelib kelibdi. Hozir beyda 70 ta, 75 ta atrofida qo'yimiz qoldi. Sotuvga qo'yib qo'yganmiz. Buni ro'zg'oyga sal yengillatamiz qo'ylarni. Ro'zg'oy ichi
Xudo xolasa Alloh nasib qilsa ibodatni qilib, ozgina dam olamiz, keyin yana boshlaymiz. Shu qo'ylarni o'sha bolasini olib, o'sha biz sotishni boshladik. 2,5 million, 3 million sotilyapti. 1 oylik, 1,5 oylik normalniy qo'zilar bor. 2 oylikgacha bo'lgan qo'zi 2,5 million, 3 million sotilyapti bozorda. Biz o'zimiz ham 2,5 milliondan sotdik qo'zilarimizni. Onalari o'sha 2 million, 2,5 million atrofida qoladi. Bu qo'ylarni yaxshi boqilsa, uchi yaxshi yemlansa, o'sha bolasidan ajragandan keyin yaxshi yemlansa, shu 40 kilo plus minus dog'i 50 kilogacha yuk qilaveradigan qo'ylar mana shu qo'ylar. O'rtacha hisob o'sha 40 kilodan qilsin, 40 kilo pasti ham bo'ladi, 40 kilo tepasi ham. 40 kilodan yuk qilganda ham o'sha daromad o'sha bor-da, misolda tug'dirasiz, plus boqasiz 5 oy ketadi bunga. 5 oy ketadi. Shu 5 oyda sizning daromadingiz yaxshi chiqadi. Qaysi ishni boshlashingizdan qat'iy nazar, uni har bir yo'nalishiga e'tibor qarating. Yaxshi natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, e'tiborli bo'lish muhim. Jumladan, qo'y boqishda ham e'tibor asosiy omildir. Kuni Andijonga bitta shogirdimiz keldi. Baydan 13 ta qo'y tanladi, sotdik Andijondan. Yaxshi birinchi boqishi ekan. Rost tushuntirdimi, mazahni qochirib qo'ydi. Endi qarasam, video qilib tashadi, qarasam, alay qiladigan. O'ltirib qo'ymasin deb qo'rqdim-da, baydan boshqa qo'y jo'natdim oradan 3-4 kun o'tgandan keyin. Almashtirib berdim. Chunki bilmagan odam o'ltirib qo'yishi ham hech gap emas-da. Tuzatib oldik, Allohga shukr, yaxshi nima bo'lib ketdi. Bu nihoyatda e'tibor talab narsa. Qo'y o'ta nozik bo'ladi. Bekarga aytmagan, ota bo'lamiz. O'lishiga chidasang qo'y boq, yeyishiga chidasang mol boq deb. Sal bexabar qolsangiz, hozir mana shu yerda yeb ichib turgan qo'yingiz o'lib qolishi hech gap emas. Uni bilish kerak. Bizda o'zimizda shuncha tajribamiz bo'lgan bilan, bo'ldi yaqinda o'zimizda shunday qandaydir nafas olish qiyinlab qolibdi. Nevara chaqirdi. Nafas olish qiyinlab qoldi, ko'rdim. Endi o'zim nafas olish qiynalganligini ko'rib, doktorimiz bor, telefon qildim, mana shunaqa holat. Shunaqa ukolini aytdi. Nevaram kirdi, haligi qo'y o'lib qolibdi deb. Qarang, 5 minut, 10 minut turgan bo'lsam, 10 minutda ichida bo'layotgan narsa. Qo'y nozik narsa. Lekin e'tibor berib, ozodalik bilan qarasa daromad yaxshi. Aziz tomoshabin, ma'lumki ishlab chiqarish bilan shug'ullansangiz, ba'zi vaqtlarda texnikangiz buzilib qolishi mumkin. Bog'dorchilik bilan shug'ullansangiz, kasalliklarga chalinish ehtimoli bor. Shu bilan bir qatorda chorva hayvonlardan ham turli kasalliklar paydo bo'lish holatlari uchrab turadi. O'z vaqtida buni oldini olish kerak. Biz o'sha ilgaridan davolab kelgan uslubimizda yuramiz. Biz muntazam ravishda bo'g'oz qo'ylarga ham oltin gugurt berib turamiz. Ichki kasalliklariga, o'sha kasallik qurtlarga berib turamiz. Yutallarini bo'g'ozlarni biz vazilim bilan davolaymiz. Biz mana O'zbekiston bo'yicha ko'radi kanallaringda, bunda shifo topgan qo'ylar juda ko'p. Chunki ukolda tuzalmagan qo'ylar shu yil mana shu qishi bilan bo'g'ozga ukol qilinmaydi, hali kuchli ukollar. Xo'p, o'shalar tuzatdi. Ukolga tuzalmagan qo'ylar menga murojaat qildi. Xo'p, Alloh o'zi shifo bersa oson. Shuni qiling dedim. Vazilinda qilishdi, tuzaldi deb telefon ham qilgan odam ko'p. Ayniqsa Andijondan juda ko'p. Shogirdlar hammasi mana shu yo'nalishda yuradi. Bo'g'ozlarga oltin gugurtni 15 kunda beramiz. Qo'chqar, unaqa qisir qo'ylar bo'lsa 10 kunda beramiz. Har bitta qo'yga o'sha kichkina choy qoshiqda bir qoshiqdan mana shu bo'g'oz qo'ylarga 15 kunda berib yuramiz. Suhbatdoshimizning ta'kidlashicha, agar qo'ylarning oyoq osti quruq bo'lmasa, tuyoq kasalliklari kelib chiqadi. Shu bois Abdurahim akadan qo'yxonani quruq saqlash uchun nimalar qilish kerakligi haqida so'radik. Tuyog'ini margan sopka bilan yuvamiz biz. Bizda keyin hozir yana aytib o'taman, benzin ham chiqdi. Benzin tuyog'ini yorib yuborar ekan, lekin tuzalmaganini shunda tuzatganlar ham bo'ldi. Benzinga bir marta pishib olinadi, bo'ldi ekan. O'zi biz margan sopkada yuvamiz. Margan sopkada yuvib tuzatdik tuyoqlarini, og'izlarini, tuyog'ini yuvamiz. Keyin tagi quruq bo'lsa, o'zi asli tuyoq kasali kelib chiqmaydi. Bizning qo'yxonalar hammasini tagi changib turibdi. Mana shu qo'rada, mana shu 10 ta qo'y turgan bo'lsa, ba'zi bir qo'yxonalarga kirsangiz, yo'qolsam bu qo'ylar silos edi hozir. Silosga uvib ketadi. Buni uvib ketmagani sababi odamlar suvni qo'yib qo'yadi oldiga. Suvni qo'yib qo'yadi, qo'yda adati bir aylanib kelib, bir ho'plab ichadi. O'shanda tagi uvib ketadi. Biz hozir o'sha noyabrda oxiridan boshlaganmiz. Noyabrda oxiridan shu
bir mahal tutamiz suvda. Har kuni shu kechki tomon qara ertalab bomdoddan keyin soat 9-9:30largacha qarab olamiz qo'ylarga. Shu bilan mana yotadi qo'ylar. Soat asr paytida qarashni boshlaymiz. O'shanda oldin suvini tutamiz. Har bitta qo'raga erinmay tutib, hammasi ichib oladi. Ichib olgandan keyin yem hashagini beramiz. Shunda tagi umaydi. Bizi yerlar oxir hisoblanadi. Zak yo'q deyiladi. Zak bo'lsa ham 3-4 metrdan keyin chiqadi. Zak yo'q. Ba'zi bir yerlarda 0,5 metr, 1 metrda zak chiqadigan yerlarda haqiqatda u ketadi. Uni ham o'rganganmiz biz. Biz ham kimlardandir so'raymiz. Masalan, O'zbekiston bo'ylab menga telefon keladi, Telegramdan yozishadi. Erinmay, vaqtim bo'lsa javob beraman. Xo'p, machalka uslubi deydi uni. Machalka uslubi qilinadi. O'sha zakkash yer haqiqatda 0,5 metrda zak chiqib ketadigan yer bo'lsa, bu 30 santimetr qo'rani ichini kovlab olib tashlanadi. Shebinni yerigi bo'ladi, toshda yuvilgan yerigi. O'shandan tashab turib, bir 20 santimetr, 30 santimetr shag'aldan shebindan tashab turib, ustidan yana bir 20 santimetr tuprog'ini tashab qo'yasiz, uji tortib ketadi. Chiqmay, zaklamaydi, tagi umaydi. Suhbatdoshimizdan qo'ylarga yem berish tartibi haqida ham so'radik. Agar siz qo'ylarga oziqani belgilangan vaqtda me'yorda berib borsangiz, albatta o'zgarishni sezasiz. Qo'ylarga haddan ortiq yem yoki xashak berishingiz esa ularni bo'ktirib qo'yishi mumkin. Bo'g'oz qo'ylarimiz suv kelgandan keyin shunaqa qo'y tashlashni boshlaymiz. Qisir qo'ylardi, boladan ajragan, ozg'in bo'ladi, lekin uni dorisi ukolini qilib, dori-darmonni hamma yo'g'ini qilganingizdan keyin u qo'y nihoyatda tez o'zgaradi. Boladan ajragan, yemga kirgan, yaxshi o'zgaradi. Yaxshi o'zgaradi. Uzoq 3 oyda sotiladi u qo'ylar. Tez aylanadigan qo'y bo'ladi. Ertalab hashagini beriladi u qo'ylarga. Endi bu qo'ylarga bir mahal qaraladi bu bo'g'ozlarga. Ularga bolasini ajratgandan keyin yemni kuchaytiriladi ularga. O'sha so'qimga baqilayotgan hisoblanadi ular. Bularga unaqa yem berilmaydi. Xo'p, ularga o'sha kepak, hamma narsa assortiment ozinadan bo'lsa, birinchidan qo'ydi ko'yniga tegmaydi, kunjaralar, har xil kepaklardan o'sha aralashmalar bo'ladi. Yem xonalarda o'z hamma yem xonalarda ham hozir vodiyda ayniqsa rivojlanib ketyapti. Haligi chorva o'shani hisobiga yemxonalarimiz ham odamlarning talabiga binoan assortimentni kuchaytiryapti. O'shalarda har xil aralashma qilib berilsa, qo'y oldida ortib qolmaydi, yaxshi yeydi. Yeydigan hashagi undan oldin yer yong'oqpaya, moshpaya, silos berilaveradi. Yangi yemga tushganda silosni serkepak qilib bersa ham zo'r o'zgaradi qo'y, kamroq sut bo'ladi. Keyin o'sha 1 oy 1,5 oy o'tgandan keyin narigi yemlarni qo'shsangiz, hamda 1 oy 1,5 oy daromadiga kirguncha sal rasxodni kamaytirib turasiz, lekin zo'r o'zgaradi. Silosni serkepak qilib berilsa, boladan ajragan qo'ylarga nihoyatda zo'r o'zgaradi. Qo'chqor boqishda o'sha qo'chqorni uzoq boqiladi. Hech yo'q, kamida 6 oy, 7 oy yo'sa 1 yil boqiladi qo'chqorni. 6 oy boqiladi-da eng kamida. Ularga o'sha yer yong'oq, o'sha payalarni hashaqni yaxshilab bergandan keyin, lekin oldin yemni berilmaydi. Ko'pchilik shayda nima qiladi? Baribir oshqozonga birinchi borgan narsa birinchi chiqib ketadi-yu. Oldin hashagini berib qo'yiladi. Oshqozonni ertalab misoldan qo'yxonaga o'tganingizdan keyin qo'ylar och bo'ladi. Och bo'lgandan keyin unga hashagini berasiz. Misolda yer yong'oqpaya, moshpayami, qanaqadir boshqa hashak berasiz. Uni yeb olgandan keyin oradan birar soat o'tadi. O'tgandan keyin yemini berasiz. O'shanda yemini yeb qo'y yotgandan keyin haligi ozuqani tanasiga olishni boshlaydi. Vitamin, kaloriyalarni o'zi tanasiga olishni boshlaydi. O'shanda semiradi qo'y. O'shaning uchun birinchi hashagini berish kerak. Keyin u qo'chqorlarda o'sha makka, bug'doy, arpa berilaveradi. Ayniqsa yozda arpa beriladi. Arpani xususiyati sovutish bo'ladi. Tanada sal sovutish bo'ladi. O'shaning uchun beriladi. Ham semirtiradi ham, lekin bug'doy, makkaga qaraganda arpada tanani sovutadigan xususiyat bo'ladi. O'shaning uchun arpa beriladi yozig'i qo'chqorlarga. Biz berganmiz o'sha yozig'i. Bu sovliqlarga arpa shart emas. Qo'y ko'vish qaytarsa, keyin oshqozon ishga tushadi qo'yda shunaqa. Oziqa kerki ham solinadi, ko'p unaqa qilingan bo'lsa, unga o'zimizni biz ilgaridan o'sha mana shu eski uslubda boqamiz. Buni o'sha non suvda ichkiziladi. 0,5 bakalashkaga 1 choy qoshiq non suvdan tashab ichkizib qo'yiladi. Ichi ham keladi,
ozg'a kerk solib qo'yiversa, yursa o'zi oshqozon ishlayveradi. Qo'yda yurgiziladi. Haligi ozg'a yog'ochni kerkga qo'yib qo'ygandan keyin o'z-o'zidan yog'ochni chaynaydi. Chaynasa oshqozon ishga tushadi, o'tib ketadi. Shunaqa murojaatim bilan bir kishi telefon qildi. Shunaqa qo'y bo'kib qoldi, 3 kun bo'ldi. Kelib yemni solib qo'yyapti. Yo'q. Bo'kkan qo'ydi oldiga suv qo'yilmaydi. Yem umuman solinmaydi. Bir sutka umuman hech narsa bermaslik kerak unga. Suv ham, hashak ham, yem ham. Dorisini qilish kerak. Bir sutkadan keyin quruq hashak solish kerak. Boshqa silos ham bo'lmaydi, boshqa narsalar ham bo'lmaydi. Suv umuman bermaslik kerak. Bir sutka, 1,5 sutka suv bermaslik kerak. Yeb ichib, bunday haligi quruq hashakni yegandan keyin suv berish kerak. Ko'plab yurtdoshlarimiz boqayotgan qo'ylarim ko'p ma'raydi deb shikoyat qilishadi. Qo'ylarning ma'rashiga esa ba'zan boquvchini o'zi sababchi bo'ladi deydi suhbatdoshimiz. Bo'g'oz qo'ylar, ona bola qo'ylar baraydi deydi. Mana hozir 4-5 ta odam turib pishayda gaplashyapmiz. Mana baragan yo'q qo'ylar. Mana ona bolalari ham bor, tuqqan. Mana tug'ay deb turganlari bor. Birontasi baramaydi. Buni baraydigan o'zimiz qilib qo'yamiz. Bunday yo'parangizda qo'yxonangiz bo'lsa, hop qo'y baraydi-da ko'rgandan keyin odam. Azini olib borib tashlaydi. O'shanga o'rganadi qo'y. Kunduzi bilan olib borib tashaveradi, o'rganadi. Keyin odamni ko'rsa sharpaga o'zi baraydigan bo'lib qoladi. Har bitta ilgari baramagan qo'y ham sizga kelib ko'rinishingizga buncha olib borib hashak barayapti deb yem hashak tashaversangiz, shunga o'rganadi qo'y, sharpaga baraveradigan bo'lib qoladi. O'zi asli buni rejimda boqiladi. O'sha ertalab soat 9:30 da biz ishni to'xtatganmiz. Asrgacha u bo'ldi. Bularga hech narsa berilmaydi. O'shaning uchun bizning qo'ylar umuman baramaydi. Mana shu yerda ina bolalar turibdi. Hozir endi barab qolishi mumkin. Kecha bitta qo'zimizni ajratib sotdik. Onasi endi yelini to'lgan barab turibdi. Har zamonda bir barab turibdi. Atak baramaydi qo'ylar. Aziz tomoshabin, qaysi biznesni boshlashingizdan qat'iy nazar hisob-kitobni to'g'ri olib boring. Qo'y boqishni endi boshlamoqchi bo'lsangiz, ko'p emas 10 bosh bilan boshlang va xarid qilgan mahsulotlaringizni yozib boring. Endi hop 10 ta qo'y oldim. Bundan misoldan biz yozganmiz buni. Hop 100 mingga makka oldim, 50 mingga hashak oldim. Qilib buni 5 oy vaqtim, 10 oy vaqtimda hisob-kitob qilinadi-yu. O'shanda hisob-kitob qilib yozib borganmiz birinchi boshlaganimizda. Hozir yozmay qo'ydik endi. Hozir ham bittada chiqarib ko'ramiz. Biz o'rganib ketganmiz. Hozir mana shu yerda 77 ta qo'y bo'lsa, qolgan 77 ta qo'y. Hop, biz Silostbega bosganmiz o'zimiz o'sha 600 so'mlik paytida. 2700 gacha, 2500, 2700 gacha har bitta qo'y kuniga yeydi. Hozir endi 3100, 3200 yeyapti. Chunki 900 so'mdan silos sotib olishni boshladik biz. Chorvadorga endi hisob-kitobga kelganda birinchi haqiqatda foydaga kiramanmi, yo'qmi? Ya'ni 5 oy boqayinchi, 3 oy boqayinchi deb olib qo'ydi. Har bitta uyingizga kirgan narsa, misolda 10 ta qo'ydi 10 millionga oldim, 5 qop makkani 500 mingga oldim. Shunaqa qilib hammani yoziladi. Uni yeb olgandan keyin bu 10 ta qo'ydi sotiladi. Sotilgandan keyin hop haligi 15 million bo'ladimi, 20 million bo'ladimi? Hop endi mana makkani puli ekan, mana qo'ydi puli ekan, mana hashagini puli ekanda chiqarib turib, keyin managa 2 millionmi, 5 millionmi, 10 millionmi daromad qo'yiladi. O'sha keyin o'shada qo'yni to'lsa o'sha daromaddan keyin shunga kiradi. Haligi 10 tani 20 ta qiladi, 30 ta qiladi. Biz shunaqa qilib kirib borish uchun hammasini hisob-kitob qilamiz hozirgacha. Abdurahim aka 100 dan ortiq qo'ylarni arzon usulda boqadi. Bu usulni biz bilan baham ko'rdi. Hech qachon bir oyda semirtirib qo'yib bo'lmaydi. Hech qaysi qo'ydi ham, moldi ham. Uni sekin o'z vaqti bor. Kuniga necha grammdan qo'ydi oladi. Endi uni vaqtida sekin qo'shib o'rgatib olinadi yemga. Uni bo'xtirib qo'ysangiz, o'ltirib qo'yish ham hech gap emas qo'ydi. Chunki bu issiqjon, uni bitta qo'y purishdanmi, kimdandir bozordanmi, qaydandir olganingizdan keyin uni bo'xtirib o'ltirib qo'ysangiz, ayb o'zingizda bo'ladi. Uni hech qachon sizni sotgan odamda bo'lmaydi. U sabab o'zingiz. U birinchidan bo'xib qolgan, ikkinchidan 2 kun, 3 kun haliga qarovsiz qolib ketdi, na dori-darmon qildingiz unga, na oldidagi suv bilan yemini olib qo'ydingiz. Qaytib majburlayapsiz. Qo'yda ham nafs bor-da, o'zi bo'kkan. Shunday qo'ylar bo'ladiki, o'zi bo'kkan, mazasi qochib turibdi. Lekin nafs yomonligidan haligi bergan yemingizni yana yeydi. O'sha undan keyin tamom u qo'ydi ya so'yib olish kerak, bo'lmasa o'lishini kutish kerak. O'sha ikkinchi dabavishni bo'hyapti.
Yo'q, e'tibor berish kerak. Eng birinchisi olgandan keyin e'tibor bermasa bo'lmaydi. Ilgarigi rossiyskiy joyda drabilkalar pohol deymiz, ba'zi bir joylarda sholapoya deydi. Bizda pohol deydi. Mana shuni shu joyda mana qilib qirqilgan mayda. Mana shunaqa qilib qirqilgan. Buni silosga aralashtiramiz. Poholni tanlashimiz sababi bug'doydi somoni. 1 metrligi 25 ming 30 ming. Ha bu 1.20 ligi uzunligi 1.20 bu 10 ming so'm. Hazm bo'laveradi. Mana maydalab qirqilgan. Buni eng zo'r tomoni hozir onidan marinovat qilib qo'yganmiz, ko'rsatamiz. Hali aytganimda isboti mana bu silosda mana shu 150 kilo silos. 150 kilo silosga salkam o'sha 1.20 lik bittaligi aralashtirib qo'yganmiz. O'sha u mazza bo'lib turadi. Bu tuzliq silosimiz. Tuzlangan o'shani hisobiga tuzini mazasi ham poholga o'tadi. Mazza qilaydi. Hozir bohyatganlar mana bo'g'ozlarga ortiqcha vazn kerak emas dedim-ku. Serkepak qilib mana shuni beramiz xolos. 2 mahal. Mana qo'yiladi qonni to'q, jimjit. Mana bitta beryapti hozir. Bu o'sha kecha bolasidan ajragan, o'shaning uchun beryapti. Mana shuni bitta qo'ymasdan yeydi. Bizni uyga 50% bunaqa hashak kirsa ham bizni uydan nushq chiqmaydi. Bir chimdim ham. Biznikiga kelgan qo'ylar yeveradi. Chunki yeydigan qilib bersam mana u yotibdi hozir. Haligi silosni mazasi ham o'tib, haligi sholapoyaga. Mana 3000 hozir biz o'zimiz boshqa paytda 2600 so'mdan tushyapti, hozir endi 900 so'mdan silos sotib oldik. 3100 so'm tushyapti. 3100 so'mdan uncha yerda odamlar boqa olmaydi. Bir kunda 7-8 ming beryapti bo'g'oz qo'yga ham. Yo'q, mahna qilib bir arzon joyini topsangiz, mahnaqa yo'nalishlarga kirsangiz, bir maslahatlashib qiziqsangiz, arzon yegandan keyin sizda daromad foyda ko'payib boradi. Bir ishni boshlab yaxshi natijaga erishmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga tavsiyalarimiz: boshlayotgan ishingizni ilmini o'rganing. Shu sohani mutaxassislariga shogird tushib, tajribani oshirib boring. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz bundan mamnunmiz. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.